Assalomu alaykum hurmatli patronlarimiz. Kech bo'lishiga qaramasdan dehqonda o'zlaridan bitta labo keldi. Mana labo keladigan akalarga zakas akalar. Xo'p, ma'lumotlarni sirasi aytib o'tib ketaman. Mashinamiz 2024-yil 37 ming yurgan kraska top-toza yangi balonlar bor, gaz balonlargacha qo'yib qo'yilgan tayyor akalar. Olasizlar, faqat minasizlar akalar. Bor yo'g'i 37 ming yurgan mashina, lekin masla turibdi, yangi akalar. Gazlarigacha qo'yilgan, hamma narsasi tayyor ekan akalar. Olib mina turgan holatda hujjat akalar, sizlar xohlagan hujjat bo'lar ekan. Generalni sanang, generalni oldi sotdi sanang, oldi sotdi bo'lar ekan akalar. Olib mana labo minaman degan akalarga 2024 37 ming yurgan hamma narsasi tayyor akalar. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, narxini $6,700 bo'lsa berib yuboraman deyapti akalar. Telegram kanallarga nomerlarni yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib baraka qilib olsalaring bo'lar. 2024 37 ming yurgan hamma narsasi tayyor labo $6,700 akalar. Labo olaman degan akalarga bu videoni srochni tashlab qo'yamiz akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.